Yana tong otdi. Men uchun yana tong otdi. Kimlardir bu tong uyg'onmadi. Ular ham kecha ertangi kunini rejalashtirgandir. Tashvish bilan yoki xotirjamlikda uyquga ketgandir. Nima shunda hayot qisqami? Yoki aslida qisqa emas-u, biz uni behuda narsalarga sarflab qisqartiryapmizmi? Hayot o'zi oddiy bo'lsa-yu, biz uni murakkablashtiryapmizmi? 12 yoshimgacha aqalli hech narsani o'ylamadim. 20 yoshimgacha qachon katta bo'laman deb qo'ymadim. Kutdim, 30 ga keldim. Qayerga men o'zi shuncha shoshildim? O'tgan vaqt orqada, kelajak noma'lum. Menda yana bugun bor. Hayot u na kecha, na ertangi kun. U faqat hozir mavjud. Agar sen hozir shu so'zlarni eshitayotgan bo'lsang, demak tiriksan. Bu hayot seniki. Uni qo'ldan boy berma.